Assalomu alaykum o'yish quvozlari. Bugun mana sizlarga va'da qilingan o'sha 5,5 pnevmatikalarimizni va sostenalari zo'r vazushlar so'raganlar bor edi bizdan. 4,5 kalibrli. Shu pnevmatikalar sizlarga bir obzorini qilib beraman. Shu pnevmatikalarimiz Turkiya davlatida ishlab chiqarilgan. Hudson firmasiga tegishli. Hudson Striker, Hudson Tukar, Hudson Mod 80. Shu pnevmatikalar bir sizlarga obzorlarni qilib beraman, narxlari oxirida. Birinchi vazush pnevmatikamiz Hudson Strikerda ideal holatdagisi, deyarli yangi holatdagisi so'raganim uchun mana Hudson Strikerda 4,5 kalibrlisi deyarli yangi, olchab ishlatilmagan hamda bir pachkam o'rnatmagan bu pnevmatika. Juda ham sifatlari zo'r. Olib bemalol hech qanaqa xarajatsiz ishlatsanglar bo'ladi. Ustiga bitta optika qo'yasizlar, bo'ldi. Absolut ishlab ketadi. Pnevmatikamiz gazli prujina vortex mexanizmida qayta gaz damlab turib, prujinasi o'taveradi. O'tirib qolgandan keyin yana zapravka qilib, yana o'sha holatdagida yana ishlatsanglar bo'ladi. O'rtacha urish masofasi o'sha 50-60 metrgacha bo'lgan masofada bemalol ishlatsanglar bo'ladi. Albatta mana bunaqa masofalarni uzog'ini ham ursa bo'ladi. Buning uchun sizga talab etilgan narsa yaxshi optический прицел и yaxshi sifatli o'q va yaxshi otadigan odam. 5,5 ishbozlar ko'p edi bizda. 5,5 pnevmatika so'raganlar uchun mana Turkar Hudson firmasiniki o'zini tashqi gulishtirlari bor, stvollari qalin, duralmi ishlangan, lekin baquvvat. Buni plastmasdan nima qilmaysizlar, buni ichida temiri bor, temirli stvol. Prosta dizayn uchun usti shuna plastmas bilan qoplangan. Pnevmatikamiz ham, prujinlari ham, manjitlari ham yangi, absolut yangi pnevmatika, bu ham ishlatilmagan, 5,5 so'raganlar uchun. Pnevmatikamizning ustiga optический прицелlarni qo'yib, bemalol maza qilib ishlatsanglar bo'ladi. Hudson Mod 80. Shu pnevmatikamiz ustlarida optический pritsellari bor, prujinlari yangi, manjitlari ham zo'r, pnevmatikaning o'z ustki holati ham juda ham zo'r holatda turibdi. 4,5 kalibrli, bu ham urish masofasi o'sha 60-70 metrgacha bemalol otsa bo'ladi. Endi bunda optический pritsel bor, bunda osti bilsanglar, bundan ham uzoq masofaga bemalol o'qdan yetkazib uda ishlatsanglar bo'ladi. Endi bu pnevmatikalarimizni bir narxlarni aytib o'taman. Shu pnevmatikalarimizni birinchisi Hudson Strikerimiz, mana shu pnevmatikamiz $100 qo'yilgan narxi. Hozirgi kunda hech qanaqa oformlanish xarajatlari yo'q. Kelasizlar, o'sha ruxsatnoma bilan berasizlar, to'lovni qilib shu pnevmatikani olib ketsanglar. Turkar pnevmatikamiz narxi 2,300,000 so'm. 5,5 kalibrli. Hudson Mod 80 optический pritsellari bilan 2,900,000 so'm. Kimga mana shunaqa pnevmatik vazushkalar kerak bo'lsa, bemalol aloqa qilib ko'rasizlar. Shu 3 ta pnevmatikamiz hozirgi kunda bizning do'konimizda eng yaxshi pnevmatikalar. Yana qanaqa pnevmatikalar kerak bo'lsa, bemalol kommentariyalarga yozinglar. O'z fikrlaringizni qoldirib, shu pnevmatikalar haqida obzorlarni olishga harakat qilamiz. Hammangizga rahmat, sog' bo'linglar.